O'zbekiston. Buxoro. Buxoro Innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti zamonaviy tibbiyot ta'limining yangi bosqichi. ...2022 yil 28-iyul 2 yo'nalish bilan boshlangan yo'l davolash ishi va stomatologiya. İlk yil 534 nafar talaba, bugun esa 3,5 mingdan ortiq kelajak egalari. 2024-yilda institut universitet maqomini qo'lga kiritdi. Bu oddiy o'zgarish emas, bu strategiya, bu tizim, bu kelajak. Bugungi kunda universitetda 8 ta bakalavriat, 10 ta magistratura, 28 ta klinik ordinatura yo'nalishi mavjud. 40 dan ortiq klinika va tibbiyot markazlari bilan hamkorlik talabalar uchun real amaliyot demakdir. 2024-yildan boshlab zamonaviy stomatologiya markazi ish boshladi. Ilg'or texnologiyalar, amaliy tajriba, professional muhit. Har yili milliy va xalqaro ilmiy amaliy konferensiyalar o'tkaziladi. 3 nafar Islom Karimov nomidagi davlat stipendiyasi sohiblari, Ibn Sino izdoshlari fan olimpiadasi, 9 davlatdan 200 ga yaqin xorijiy talabalar, 30 dan ortiq xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan xalqaro memorandumlar, 38 mingdan ortiq adabiyotga ega axborot resurs markazi, 1000 o'ringa ega bo'lgan 4 ta zamonaviy turar joy. Bu yerda mehnat qadrlanadi, natija mukofotlanadi. Yaqin kelajakda 10 qavatli universitet klinikasi talabalar uchun klinik amaliyot bazasi vazifasini bajaradi. Talabalar amaliyoti o'z maskanida. Qisqa qilib aytganda, tibbiy shaharchada fitness klubi, mini futbol stadionlari, yopiq sport majmuasi va xalqaro standartlarga mos suzish havzasi, zamonaviy simulятsion markaz, yuqori sifatda xizmat ko'rsatuvchi oshxona, 1000 o'rinli faollar zali, avtoturargoh va o'quv binolari joylashadi. Buxoro Innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti. Raqamlarda isbotlangan natija, kelajakka ishonchli qadam. Kelajagingizni biz bilan boshlang.